quchoqlaydik. Xotanga menish jarayonimizda Lopnurdagi bir meyib qarindishimiz bilan ko'rishgil mangdiq. Bu qarindishimizning xabarini 2 oyning oldida boshqalar menga yetkazgan. Men bilan to'lim ko'rishkiz borligini, men bilan ko'rishsa xushal bo'ladiganligini aytgan. Shuning bilan bugun atoydan Lopnurga mangdiq. Unda bo'lsa mushu inimiz bilan ko'rish jarayonimizni film qilib ep keldim. To'liq ko'rishinglarni umid qilaman. Mana kevaldik. Yaxshimi, salomat tudingizmi? Bilan obdan tudingizmi? Qanday ahvolingiz yaxshi bilan obdan tudingizmi? Salomat bilan obdan turibsizlar. Oxir ko'rishdik. Ekran oldidagi do'stlar, qanday ahvolinglar? Mana inimizning ismi nima edi? Rajab inimiz 2 oyning oldida meni mush tordan izlab qo'shibdiki, aka siz bilbak ko'rishkim bor deb. Bunimi boshqalar yetkazgan-ku menga. Shu bir meyib inimiz bor ekan. Musabay siz bilbak ko'rishkisi bor ekan deb. Mana biz shu butun Shinjongni aylanib Xotanga menish jarayonimizda atoydan shu inimiz bilan ko'rishgil keldik. Shu Lopnurning Tarim yezisi Qurbanko'l kenti, Mendan cho'nkansiz-ku, 36 yosh kiribdi-ku, mendan cho'nka. Rajab akam dey. Qandaq va'damda turibdimanmi? Shundaq va'da turibdi. Rajab akam maktab ketgan. Va'dangizda turing. Cho'qim keling, bo'lmasa sizni kechirmayman deb. Nimishqa desanglar, endi bundan burunmi shu Rajab akam menga o'xshash cho'ng biladigan, cho'ng ko'radigan bir nechaylan barmiz, yo'qlaymiz deb kep bulanmabdi. Shuning bilan Musaka, siz cho'qim keling. Bundan burun mundaq bo'lgan, endi kelmasiniz, mening ko'nglim bak yerim bo'ldi. Va'dangizda turing deganlik uchun men atoydan keldim qarindoshlar mana. Men va'da bermay cho'qim qilaman. Chunki mana ko'rdinglar, mush Rajab akamning holini ko'rdinglar. Meni ko'rishning o'zimi bir ozroq bo'lsa-mu Rajab akamga xushallik, taskinlik, umid, ishonch ato qila oladi. Bu hayotning kichikina bo'lsa go'zal taraflarini men his qildiray. Mehr, muhabbatni his qildiray. Ishonchni, go'zallikni, odimiylikni bir his qildiray deb keldim. Unda bo'lsa do'stlar. Hadimiz sizning ismingiz nima edi? Xalchigul. Xalchigul. Ama şu adamning roziligi bilan, ama Rajab akamning o'zining ma'qulligi bilan men filmni tatib chiqadim juma. Hozir shu bir oilada ikkinglar bormi? Ikkimiz bor. Qizim hozir ta'tilda, azroq ish bilan nimada bozorda qolib, qizim maktabda o'qiydi, quliqsizda. Apam tugab ketgili 23 yil bo'ldi. Dadingiz Yechingda atam tugab ketdi, yechingda atam bundan burun atam qarab turadi. Atam tugab ketgandan keyin buning qaraydigan boshqa odam yo'q, men qarayaptim. Atam 2022 yil yechim vaqtida tugab ketdi. Shuni deyapman, o'zim qarayaptim. Iningizga qarab bilan uyda. Shuni qarab hamda buni ham qarindosh degan chida olmaydi-ki, tashib bir yagman olmaydi-ki. Mana qarindoshlar, qarindoshlik mehri mana mushundaq ulug'. Mushu hozir Rajab akam tug'ilganda bu ham shundaqmi? Hamda men o'zimni bilsam, shundaq ekan, u vaqtlikda badallarımda harakat qilib bo'ladi. Hozir badallar qattiq, musholat ko'tarsangiz bu musholat ko'tariladi. Unda bizga o'xshash badallar mundaq bo'lmaydi, yig'ilib-ku. Maqsadlarimga qarang mana. Maqollarim qarang mundaq bo'lmaydi mana. Shundaq holat qetib ketgan, qarang. Xo'sh bo'ldingizmi? Xo'sh bo'ldim. Xo'sh bo'ldingizmi? Partiya hukumatining yaxshi siyosati bilan bizga shundaq yaxshi siyosatlarni qilib beryapti-ku. Partiya hukumatiga rahmat. Sizga jafo tatib kelibsiz, rahmat. Az bo'lsinmi? Xushmin qo'y. Rahmat, sizga jafo tatdingiz endi. Xo'sh bo'ldingizmi? Xo'sh bo'ldim, rahmat. Men shu ochingiz qiyinchilikda qoldi, sizni qarab jafo tatdi deb az bo'lsin men 3000 qo'y o'zim ep keldim. Rahmat. Shuni bo'lsin, azroq bir ishiltib turinglar, ma'qulmi? Ma'qul, rahmat endi. Ekran oldidagi do'stlar. Mana shundaq tog'dek jafo mushaqqat oldida qiyinchilik ko'may, qarindoshlik mehrdan voz kechmay, kech kunduz mushundaq o'z qarindishining oldidan xabar elayotgan bu hadimiz
Şundaqla bu hadimizga o'xshash ün-tinsiz jafo tortayotgan nurg'un hadillarimiz, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz har joyda omon bo'lsin. Men izchil ta'kidlab kelayotganim shu. Qarindoshlikdan voz kechmanglar. Qarindoshlikdan voz kechmanglar deb men shuni tavsiya qilyapman-ku. Ekran orqali qarindoshlar, bu bir jup qarindoshlarning tiniga salomatlik, ishlari utuqlik tilayli. Rajab akamiz texmi yaxshi o'p ketsin. Salomatlik uchun mushu bir jup qarindoshning mangu bir-birini tashlab etmay, texmi yaxshi qarindoshlardan bo'lib o'tish uchun madad so'zlaringlarni yozib qo'yinglar. İnkas rayoniga gul-gullarni to'shqizib qo'yinglar. Amsa men mangay. Biz hozir Xotanga mangdoq. Ma yo'l jiroq. Biz ma yerim kechagacha berib olayli. Tinch omon bo'lsak, men yan bir qatim kelishga bir nisib qilsa, yan bir kelishga umrim yor bersa, salomatli bo'lsak, yan kelma juma. Ma'qul amsa. O'zingizni asrang. O'zingizni asrang. Ko'nglingizni yerim qilmang, ha? Vaqilamsa. Bir quchoqlaydik. Ye. Maqilamsa Rajabka. Biraz qiymay men qoldim. Maqilamsa aman bo'ling. Maqul aman bo'ling. Yol bergin yol izleyenlerge, sabirge ah yol tile. Yol bergin ak mihrin bile, yükseklerge ketsin ürler.